Do'stlar, mana bugun biz Peterda ishlab yuribmiz. Uyga 1-2 so'm pul topamiz, yuboramiz deb, kamchiliklarimizni to'ldiramiz deb. Bu Rossiya shundayki, mana qor yog'adi, sovuq havo, juda sovuq, muzlab ketgan. Mana qorning balandligini, qalinligini ko'ryapsizlar. Shu qorlarni tozalaymiz. Qishda qor tozalaymiz, qorlar tagidan pul chiqadi. Biz necha kundan beri yig'ib yotibmiz bolalar bilan. Mana oldimda Nurdinboy. Yozda bo'lsa barik tozalaymiz, bariklar tagidan chiqadi. Pul topish juda oson bu yerda. Qiynalmaymiz. Qor ko'rasang bo'ldi, pul chiqadi. Yozda bariklar tagidan yuramiz shunday qilib. Prosta kelmaydiganlar Rossiyaga bilmaydi pul topish osonligini. Ular qiyin deb o'ylaydi. Atak unday emas, juda oson. Mana hozir qorni ko'rib boshlayman, ko'rasizlar. Qorlardan chiqish kerak pul asli. Ha bu yo'q. Hamma vaqt chiqilmaydi, lekin chiqadi. Mana. Voh, mana chiqdi. Bu 100 rubllik chiqdi. Cho'ntakka solib qo'yamiz-da, endi qizib yana qo'yib qo'yamiz. Asta sekinlikdan chiqadi, birdan chiqmaydi-yu. Shunday. Mana yana chiqdi. Yana mana 100 so'mlik. Ana 15 minutda mana 200 so'm bo'ldi. Buni ham cho'ntakka solib qo'yamiz. Rossiya oson bu Rossiya. Nurdinboy kecha bir $200 pul ishlab oldi. Ha, shunday. Tozalar. Pul kubika Rossiyada. Bu Rossiya qiyin deydi hamma, oson bu. Mana Yana chiqdi. 5000 chiqdi. 5000 rubllik. Hol yana kichkina ishlaylik qani? Yana ishlaylik. Bo'lsa o'zi ancha pul ishlab oldik bugunga. Mana tashab yaxshilab ko'rish kerak-da. Taglarini ham ko'rish kerak. Ketishim mumkin. Yaxshilab ko'rib. Mana. Voh, chiqdimi ey? Mana. Voh, $100 mana. $100 chiqdi. Kerak emas, bunga yetadi endi. Bir ikkita lapatka tashlaylik. Bugunga bo'ladi, shuncha pul ishladik. O'zimizga qilmash ham shart emas. Shunday. Bolalar kelinglar Rossiyaga, mana ishlanglar. Mana qor baland, qor qancha baland bo'lsa, shuncha pul ko'p ichida. Prosta ishlash kerak, kavlash kerak, izlash kerak. Yozda undan ham yaxshi. Yozda bariklar ichida bo'ladi. Ha, mayli, bugunga bo'ldi, endi biz ishni qo'yamiz. Ertaga kelib ishlaymiz endi. Bo'ldi. Ketamiz endi.